Hurmatli Paxtachi tuman aholisi va tumanimiz mehmonlari. Barchangizga ma'lumki, har qanday mamlakatning taraqqiyoti va yuksalish darajasi aholi osoyishtaligi va xavfsiz hayotini hamda jinoyat uchun jazo muqarrarligini ta'minlash samaradorligi bilan baholanadi. Hurmatli prezidentimizning rahbarligida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning tub mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Muhtaram prezidentimizning mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha birinchi sonli qarori ijrosini ta'minlash, siz azizlarni jinoyatlardan jabrlanib qolish ehtimolingizni oldini olish maqsadida tumanimizdagi kriminogen vaziyat yuzasidan mazkur murojaatni yo'llamoqdaman. Bu borada O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishni o'z ichiga olgan keng ko'lamli konsepsiya hayotga tatbiq etilgan. Unga ko'ra, mahalla yetiligining mahallalarda huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash borasida aniq vazifalar belgilab berilib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jamoat tashkilotlari bilan hamkorligi kuchaytirildi. Eng asosiysi, bu soha huquqbuzarliklar oqibati bilan kurashish emas, balki ularning barvaqt oldini olish zarurligi haqidagi muhim hayotiy siyosiy tamoyil asosida isloh qilinmoqda. Hurmatli fuqarolar, tuman hududida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va huquqbuzarlikka qarshi kurashish bo'yicha joriy yilning o'tgan davrida muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan, tumanda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar holati atroflicha o'rganilib, Xalq deputatlari kengashining qo'shma yig'ilishlarida tanqidiy muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilingan. Jinoyatlarning soni oshgan ayrim mahallalarda jinoyat sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlar o'rganilib, har bir jinoyat turi bo'yicha ularning barvaqt oldini olishga qaratilgan yo'l xaritasi ishlab chiqilib, amaliyotga taqdim etilmoqda. Shunga qaramasdan, joriy yilning 4 oyida tumanda sodir etilgan umumiy jinoyatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 150% ga yoki 84 taga oshgan. Ayniqsa, axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi ushbu vositalar imkoniyatlaridan foydalanib, jinoyatchilar fuqarolarni aldab, ularning mulkini qo'lga kiritish kabi jinoyatlarning yangi usullarini qo'llamoqda. Shunday sharoitda huquq-tartibot organlari va fuqarolarning hamjihatligi, hamkorligi har qachongidan ham muhim ahamiyatga ega. Aziz hamtumanlar, xalqimizning farovon, tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, mamlakatimizni har tomonlama taraqqiy ettirish barcha prokuratura organlari xodimlarining oliy maqsadidir. Ushbu kunda barchangizning e'tiboringizni bir jihatga qaratmoqchiman. Ishonchim komilki, ushbu murojaatimiz sizlarni befarq qoldirmaydi. Ma'lumki, keyingi paytlarda ko'plab fuqarolar kiber makonda firibgarlar tuzog'iga tez-tez tushmoqda. Oqibatda qancha mehnat orqasidan yig'ilgan va bank plastik kartasiga o'tkazilgan pullardan bir soniyada mahrum bo'lmoqda. Albatta, huquq-tartibot organlari tomonidan jabrlanuvchilarning murojaatlariga o'z vaqtida munosabat bildirilib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Biroq ayrim hollarda fuqarolarning o'z mulkiga e'tiborsizligi, yolg'onlarga ishonuvchanligi, ba'zida esa axborot texnologiyalari sohasida birlamchi bilimlarning yetishmasligi qonunbuzarlarga qarshi kurash samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Misol tariqasida joriy yilning shu kunga qadar kiber yo'nalishida jami 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ushbu jinoyat ishlarining 22 tasi firibgarlik, 28 tasi o'g'irlik jinoyatlarini tashkil etadi. Shuningdek, hozir tumanimizda fuqarolar o'zining mol-mulklarini, ya'ni uy hayvonlarini qarovsiz qoldirilishi oqibatida o'g'irlik jinoyati ham ko'payib bormoqda. Shu sababli tumanimiz aholisidan yashash joylaringizda uy joylaringizni qarovsiz qoldirmasliklaringizni so'rayman. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarlikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar mahallalarda kriminogen vaziyat va jinoyatlar dinamikasi to'liq tahlil qilinib, ularning faoliyatiga xolisona baho bergan holda aybdor shaxslarga nisbatan ta'sirchan choralar ko'rilmoqda. Oila turmush doirasida, ya'ni yaqin qarindoshlar o'rtasida sodir etiladigan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar kuchaytirilmoqda. Aziz hamtumanlar, tuman hududida sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olishda olib borilayotgan profilaktik ishlarga bee'tibor bo'lmang. Ushbu tadbirlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yaqindan yordamingizni ayamang. Qonunlarga rioya qiling.